Millat fidoyilari. Leytenant G'aniyev Boburjon Abdulhamidovich 1977-yil 14-oktyabrda Farg'ona viloyatining Marg'ilon shahrida ziyolilar oilasida tug'ilgan. U 1996-2000-yillarda Toshkent elektrotexnika aloqa institutining maxsus fakultetida tahsil olgan. 2000-yil avgust oyida Surxondaryo viloyatining Sariosiyo va Uzun tumanlarini tog'li hududlarda xalqaro terrorchi jangari to'dalarga qarshi harbiy vertolyotlardan berilgan qaqshatqich zarbalardan so'ng hududda tozalash ishlari boshlangan. Guruh komandirining o'rinbosari leytenant Bobur G'aniyev berilgan vazifani o'ta hushyorlik bilan bajarayotganda terrorchilar pistirmasi borligini payqab, qulay pozitsiyani egallab jangga kirishgan. Safdoshlari bilan bir nechta jangarilarni yakson qilgan va jangda tan jarohat olgan. Yaralanganiga qaramasdan dushman bilan jangni davom ettirib, safdoshlariga chakalakzorda jangovar pozitsiyani egallashlari uchun yaqindan yordam bergan. Bu jang yosh ofitser uchun birinchisi va oxirgisi edi. Chunki u 2000-yil 4-avgust kuni jangda qahramonlarcha halok bo'lgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoniga muvofiq marhum leytenant Bobur G'aniyev 2-darajali shon-sharaf ordeni, shuningdek, bir qator esdalik nishonlari bilan taqdirlangan. U yashagan xonadonda uy-muzey tashkil etilib, yodgorlik lavhasi o'rnatilgan. Uning beg'ubor bolalik paytlariga guvoh bo'lgan ko'chaga Bobur G'aniyev nomi berilgan. U o'qigan 13-sonli maktabda uning byusti o'rnatilgan. Vatan millat fidoyilarini unutmaydi. Ularning xotirasi qalbimizda mangu yashaydi.